2026-yilning eng kuchli, chiroyli yoki aqlli telefoni qaysi? Texnomutaxassislar 2026-yilning kuchli telefonlarini aniqlashdi. Birinchi o'rinda xayolingizga albatta iPhone 17 Pro Max kelgandir, ammo u eng aqlli smartfon emas. Raqiblaridan bir necha barobar arzon Pixel 10 Pro eng aqlli smartfon sifatida tan olindi. Undagi ilg'or sun'iy intellekt tizimlari foydalanuvchi muammolarni hal qilishda rekord qayd etgan. Chunki u kunlik rejalarni eslatib turadi, firibgarlar qo'ng'iroqni aniqlashda faol, yana ovozni matnga aylantirish, guruh rasmlaridan yaxshi tushgan yuzlarni tanlab olish hamda orqa fon va sifatsiz rasmlarni sun'iy aqli yordamida tahrirlab qo'yadi. Eng chiroyli telefon esa Nothing Phone 4a Pro deb tanlandi. Yana Galaxy'ning Z Flip 7 smartfonlari eng yaxshi buklanuvchi telefon bo'lib qolmoqda. Ammo uzoq ishlaydigan batareya, sifatli kamera va kuchli protsessori bilan Apple'dan iPhone 17 Pro Max va Samsung'dan Galaxy S26 Ultra hamon oldingi qatorda. Bu ikki brenddan biri yuqori texnologiyalari bilan mijozlarni jalb etsa, ikkinchisi Android segmentida kuchli raqobatchi. Xo'sh, siz qaysi rusumli telefon ishlatasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Eng so'nggi xabarlar Qisqa News'da.